Вот это гостей. Hayırlı iş, değerli dostlar, hayırlı iş. Meske'de yaşatıcı kongradaşlar, hayırlı iş. Küçük şehirlerde, rayonlardan, avullardan gelen toplantı Tataristan'da Nurlat diyen Mişarski bir şehir var. Nurlat yaklarından Mişarlardan kaynarsa Birincisine bir soru yapmak. Bizde şu motorları çıkargamışsın. İkinciden bana karab turan, şunday motor naviş uровне üte koy. Malatsay, Moskvada Tatarlar yaşayıblar. Böyleydiler. Karab turan, bunda bir işsizler kişi vardır. Şunday tuğan canlı, iki zor nesil kuşlar. Eliniz iki yaktan birbirinizden kuşabınızlar. İki nesil kuşlar. Kuşabınızlar. To'y boshlanib bitti. Benim dostum, mana dostlarım olib boradilar to'yni. Shu ishlarni shunday motor olib boralar. O'zinchalik professionallar ko'rib turamiz. Mana shu qizlarga yigitlarga qo'shib keladi. Yana mana ishlaydiga qo'shamoqsizlar mana aytdim. Adam bilan ko'radilar, ikki haftada etganlar bir motor so'zlar etdilar, tilaklar etdilar. Boshlanishning ko'nglidan benim endi etgan so'ziga qo'shilib, men ko'radilar Jaziraganda anilarga Jaziraganda tizlanib jaziraganda chunki men o'zimning aytganimni yaratam. Bu dunyoda eng zo'r baxt qo'shdan sening aytganingsan so'z, qo'shdan sening go'yingsan so'z, bolalaring yonida. Men endi birgina tanishtirayim, biz kuyov bilan Özbek konsoliyasiga tanishlar, oralashib yashaymiz. Kuyovga kelganda bilasizmi, kuyovning narsasi menga oshadi. O o'zining eti-yanisini bir qat yaratdi, bir qat xizmat etdi. Shunga ko'ra jir-jirlayib uyimda enkay qo'llarim bilan deb atalar. Mening o'zining nishik ish bolasi bilan ish ko'rib chiqana. Mana bugungi kundalikni yanilar o'tira. Sizga da shu baxt tilayman. Bolalar baxt tilayman, go'ylar baxt tilayman. Ham do'stlar baxt tilayman. Qo'shamiga yanilarga, kirlatib yanilarga qo'shamiga. Keyin ağır bulmasa elini urdan alıp şurada motorunu ayıttırıp bir büyüğü yiyelim. Можно, da? Yani aşılar mısın? Zaten ismi übimene erkek kullanırını gibi atalar. Yani biz 50 yerler için şu şurada uzatlarına basıp hürmetine sağlık büyüyelim. Atmış dedik. Evet, yani yarışın. Sağlık koyamız.
Kuşağı bir yer. Kenara kuşağı. Şöyle